Xitoy ishg'olchilarining yaqinqi 2 yilda turli bahonalar bilan 230 ming Sharqi Turkistonlikqa qamoq jazosi berganligi e'lon qilindi. Erkin Osiyo radiosi New York vaqt gazetining 7-sentabrdagi xabarini naql qilib aytishicha, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik Chexiy va taftish organlarining statistik ma'lumotlarga asosan qilingan bir tadqiqot dokladida turli bahonalar bilan qamoq jazosi berilganlarning soni 230 mingdan oshgan. Sharqi Turkistonda javobgarlarning 5 yil yoki uningdan yuqori qamoq jazosiga hukm qilinish nisbati 87% bo'lib, bu nisbat Xitoyning boshqa joylarida 14% ekan. Qozog'istonda Xitoyning kengaymichiligiga qarshi Janavzin shahrida boshlangan va davlat miqyosiga yamirgan namoyishlar 2-haftasiga qadam qo'ydi. 9-sentabr Janavzin shahrida to'plangan namoyishchilar Prezident To'qayevning 10-sentabr boshlanadigan 2 kunlik Xitoy ziyoratiga norozilik bildirdi. Ular Xitoyning kengaymichiligini nazarda tutib, hukumatning Xitoy mablag'larini darhol to'xtatishi kerakligini aytdi. Namoyishlar haqida bayonot e'lon qilgan To'qayev xalqning hissiyotini suiiste'mol qilishning davlatni muqimsizlashtirganligini, taraqqiyot uchun chet el mablag'ining shart ekanligini aytdi. Xitoyning Eronning Amerika tarafidan embargo yurgizilgan sohalarga 280 milliard dollar mablag' soladiganligi o'ttirg'i chiqdi. Xitoyning Eronning sanoat ul muassasa qurilishiga 120 milliard dollar mablag' selish niyatida ekanligi bildirildi. Xitoyning bu mablag'larni qo'g'dash uchun taxminan 5000 Xitoy askar va soqchining Eron ziminiga avatilganligi oshkorlandi. Neft iqtisodshunosi jurnalining xabar qilishicha, Eron neft ministrligidagi bir manbaga asoslangan uchurda bu mablag'ning Xitoy bilan Eron orasida imzolangan yangi bir kelishim ramkasi ichida elib berilganligi bildirildi. Kelishimga asosan Xitoyning Erondan oladigan neft, gaz va neft ximiya mahsulotlarida 32% e'tiborga erishadiganligi o'ttirg'i chiqdi. BDT'de Türkiye'ni o'z ichiga olgan 50 dan ortiq davlat Jammu Kashmirdagi kishilik huquq tajovuzchiligining to'xtatilishi uchun Hindistonga chaqiriq qildi. BDT'ning Janvadagi bosh shtabida o'tkazilayotgan BDT kishilik huquq kengashining 42-navbatlik yig'inining 2-kunida Kashmir masalasi kun tartibga keldi. Pokiston tashqi ishlar ministri Shah Muhammad Quraysh Kashmir masalasi haqida yig'inda uzun bir nutq so'zlagandan keyin bir qism davlatlar harakatga o'tib, o'rtaq bayonotga imzo qo'ydi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Prezident Donald Trumpning hech qanday oldingi shart bo'lmagan ahvolda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan ko'rishga tayyor ekanligini aytdi. Trump bilan Ruhoniyning bu oyning oxirida New Yorkda o'tkaziladigan BDT cho'ng yig'inida ko'rishmaydiganligi haqida so'ralgan bir savolga qarata Pompeo Prezident Trump Ruhoniy bilan hech qanday oldingi shart bo'lmagan ahvolda ko'rishga tayyor ekanligini ochiq ifodaladi deb javob berdi.